Bugungi studiyamiz mehmoni Zarin. Zarin bilan birgalikda tez va oson tayyorlanadigan paxlava retseptini olamiz. Bizani kuzatishni davom eting. Sizlar uchun Aftuna Food bloger bilan birgalikda paxlavani tayyorlaymiz. Retsept aniq bo'lishi uchun azochka berishga qaror qildim. 400 gram un va 200 gram margarinni qirg'ichdan o'tkazib, urvoq holiga keltiramiz. Ungacha tuxumni sarig'idan oqini ajratib olamiz. Oqi bilan shakarni qo'shib, mikser qilib olamiz. Unli massamizga razrixlitel, vanilin, smetana, tuxum sarig'ini 6 tasini qo'shib, xamir holiga keltirib, kamera ortida suhbat qizg'in ketishiga qaramay, yong'oq va mayizni blenderlab, tuxumli massamizga qo'shib olamiz va tayyor xamirimizni ikkiga bo'lib, mana shu videoda ko'rsatilganidek davom ettiramiz. Suhbat avjida ketyapti lekin. Xullas, xamirimiz ustiga nachinkamizni solib olamiz va ikkinchi xamirimiz bilan yopib olamiz. Videoda ko'rsatilganidek xohishga ko'ra bezatib olib, pech bag'riga jo'natamiz. E'tiborliroq bo'ling, to'liq retseptni videoni pastida yozib qoldim va mehmonimizga o'zimizning tashakkurlarimizni bildiraman.